Assalomu alaykum barchaga. Opa-singillarimiz uchun kosmetikalarni qisqacha obzor qilamiz. Michelar Nevada makiyajlarni cho'tga o'chirib beradi. Mist spreylari makiyaj qilganingdan keyin tepasidan sepib olsalaring cho'tki turadi, oqib ketmaydi issiq kunida. Telaga sepsa ham bo'laveradi. Bu faqat именно telaga xolos. Питательный shimmer молочка для telaga bu. Очищающий gelda makiyaj o'chiradi, penkani unda ishlatsalang ham bo'laveradi. Bittasi avokadoli, bittasi aloe. Penkalarimiz so'nda o'rniga shunda betlarini yuvsalaring yosharib yuraverasizlar. Esteldan qoshga kraska. Bahorda zo'r chiqadi deb qoshga o'smani bostirib qo'ymasdan shuni qo'ysalaring, baxtli bo'lib ketasizlar qizlar. Decato'dan enzimli pudra dushda yoki dushdan keyin ishlatsalaring oppoqqina bo'lib qolasiz. Komplimentdan tonalniy kremlar, ichida 15% SPF bor. Quyoshga qarshi 2 xil SPF. Primerlar, qizlar tilida buni baza deydi. 3 xil sviritkalar. Yoshartiradigan kollagenni moshnisi. Bitta olib ishlatib ko'ringlar, effektini bilasizlar. Skrablar telaga, betga har xil joyga ishlatadiganlari bor. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kosmetik ishlatib maza topmayotgan dugonalaringga jo'natib berasizlar.